Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotib qo'yilayotgan joyimiz 2 xonali 4 etajli domimizning 2-qavatida tayyor remontdan chiqib turgan kvartiramiz bo'ladi. Mestasına keladi olsak, gastronom yonidan girib ketaverishingizda Oblastnoy Banisani yonidagi Glaznoy yonida 4 etajli domimizda bo'ladi. Hamma joyi yaqin mestasi ban tarafimizdan Giper Dehqon bozor tarafga chiqishingiz mumkin. Ban tarafimizdan Jaloliddin esa ketdik, Unichon taraf bilan donish chiqsak. 2-qavatimizga yetib keldik. Shu ko'rib turgan xonadonlar bo'ladi. Eshiklarimiz damir eshiklardan qo'yilgan. İçonga kiradi olsak, belgilarishimiz bo'ladi. Uyimiz shuningdek hamma joyi aboydan chiqib turibdi. Oyoq teylarimizga palas to'shalgan ekan beri. Berimiz sanuzel bo'ladi. Eshiklar akva eshiklardan qo'yilgan. Kafelar ishlari bitib turibdi. Aristollarimiz ham bo'ladi. Berimiz esa oshxonasi. Oyoq teylarimizga g'olib to'shalgan. Bu yerda xolodilnikimiz bo'ladi ekan. Shuningdek, duh konturli kotyolimiz toza qo'yilgan. Hamma joylarimiz o'tib turibdi, yaxshisidan qo'yilgan. Aynalarimiz akvayna, registrlarimiz oshxonalaridan bo'ladi. Jaluzi pardalar taqilgan oshxonamizda. Oshxona mebellari bor. Pasi tozalangan oshxona mebelimiz. Eshiklarimiz ham yaxshi eshiklardan qo'yilgan ekan xonalarimiz-ki. Berimizga kiradi olsak, yotoqxonasi bo'ladi. Oyoq kiyimimizda shuningdek oq, ajoyib hollardan döşalib turibdi ekan. Berimiz ham aboydan chiqib turibdi. Jaluzi pardalar asilgan. Akva aynalar qo'yilgan toza. Registrlarimiz ham o'tib turibdi. Yotoqxonamiz ham keng ekan. Berimizda esa zal bo'ladi. Zalimiz ham oyoq teylari g'oli. Shuningdek ajoyib naboylarda urilib turibdi berimiz ham. Toza pardalar ham asib qo'ydi ekanlar, ko'rishingiz mumkin. Yaxshisidan. Bu tarafimizda balkon ham bo'ladi. Kichkina xona hisobi beram. Beram oynasi akvayna. Berimiz ham aboyatib qo'ydilar. Hamma joyimiz yaxshi remontdan chiqib turibdi. Televizor ham bo'ladi ekan. O'zlari asib beradi ekan. Shu yerda turibdi bu hozircha. Ko'rganlaringizdek, zallarimiz ham keng tushgan, xonalar ham. Uyimiz ham toza remontdan chiqib turibdi, hali hech kim yashamagan. Narxini keladi olsak, 355 million so'm deb turibdilar. Kelishinglarni bitta ozgina videoda telefon nomeri qoldiramiz. Bemalol telefon etib bog'lanishingiz mumkin. Esa sog' bo'lin, salomat bo'lin.